Hozir Farg'onada Oltiariq tumanida Oxunjon Madaliyevning mahallasidamiz. Hozir xonadoniga ham kiramiz. Mana do'stlar, hozir xonadoniga yetib keldik. Qilichbek aka Madaliyev bilan telefonlashsak, o'zi Toshkentda ekan. Bemalol boraveringlar dedi. Hozir shu Oxunjon Madaliyev uyini bitta ko'rsataman sizlarga do'stlar. Ketdik. G'amgin yurak, g'amgusor yurak. Do'stlar, bu uylarda men oldin internetlarda Oxunjon Madaliyev to'y qilgan videolar bor-ku, eski videolar. Shu videolarda ko'rganman. Mana endi eslayapman shu narsalarni hozir. G'amgusor yurak. Bechorani xo'rlasang bo'lmas. Seni bugun ko'rishim kerak. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Seni bugun ko'rishim kerak. Seni bugun